Nima bo'ldi? Ayasi nima bo'ldi? Ayatjonga yaxshi ko'rgisi yaxshi. Yig'lama ayasi yaxshi kutdi. Yig'lama ayasi. Nima bo'lyapti sen aka? Shohlar kechasi. Kecha kunda asli. Yig'lamay aka. Kechqurun yig'lab chiqadi. Nola qiladi deb qo'rqaman. Unda ayasi kechqurun nola chiqadi. Assalomu alaykum aka ukalar. Xullas Samarqand viloyati Narpay tumanidan bir oila, ya'ni bir ayol to'shakda infarkt olib gapira olmay qolgan. Bu necha yil, ya'ni 2018-yildan beri mana shu ahvolda do'stlar. Pastda Sberbank va do'stlar o'zlarining kartalarini qo'yib qo'yamiz. Iltimos videoni qo'ldan kelgancha tarqatinglar. Bunaqangi erkaklar, ya'ni eri bor, kamdan kam uchraydi. Necha yildan beri hamma ishini, kirini, ovqatini, pampersi, yuvintirib qo'yishi, sochlariga tarab qo'yadigan bu erkakka Allohimda o'zi jannati bilan siylasin. Do'stlar, videoni ko'ramiz. Mana haqiqiy oila, yordam beradigan haqiqiy muhtoj insonlar. Qotib qolasan, Nigorjon, qotib qolasan ayasi. Kechasi men ashuni yo'qlamayman. Men uyquga aka kechqurun o'zim tentak deb qo'yaman. Boshlarim ishlab qo'yaman. Bo'ldi yanga. Bo'ldi. Qotib qoldi, bir turg'izing, bir nima qiling aka. Bu hozir bu holatda bo'lmaydi-da. Bo'ldi, yig'lamayapti. Bo'ldi yanga, bo'ldi. Yana qotib qolasan ayasi. Turg'izing, bir sal nima qiling. Bo'ldi yanga, bo'ldi. Yaxshi bo'ladi. Hozir hammasi yaxshi bo'ladi. İşlemayapti, oyoq qo'l ishlamayapti. Assalomu alaykum, Nasim akajon, yaratgan Allohim sizni asrasin, umringizga umr qo'shsin akajon. Ana shu ahvolim og'ir ekan, yordam ber akajon. Turmush o'rtog'im yordam bersin akajon, yaratgan Allohim sizni asrasin akajonim. Shundan 2018-yil kasal yurolmaydi, gapirolmaydi. Farzandim bor. Mana shunaqa ahvol Nasim. Biz hozir kechga keldik, efir qilyapmiz. Xudo xohlasa, mana shu videoni sizga jo'nataman. Bilasiz, bundan oldin ham 1-2 marta yordam berganmiz. Hozir juda ham og'irlashib qolgan. 2018-yildan beri yarim tana ishlamaydi, hatto 3 yildan beri gapira olmaydi. Mana shu videoni ko'rayotgan har bir aka-ukamdan iltimos qilaman, videoni tarqatingizlar. Mana 42 yoshli opamiz Samarqand viloyati Narpay tumani Mirbozor shaharchasida yashaydi. Mana 50 yoshli xo'jayinlari Suyun aka, iltimos Nasim akaga ayting, bir efir qilib bersin, mana shu videoni jo'nating deb iltimos qilganligi uchun biz mana kechga kelib hozir efir qilyaptik Show TV kanalida. Suyun aka, mana Nasimga qanday gaplaringiz bo'lsa bemalol gapirishingiz mumkin akajon. Yangani ahvoli juda ham og'ir. Nasim akajon, assalomu alaykum akajon, yaxshimisiz? Turmush o'rtog'im ahvoli mana shunday. Nasim akajon, yordam qiling, ahvoli og'ir aka. Yaratgan Allohim sizni asrasin, kasbingiz Alloh baraka bersin. Nasim akajon, tamom bo'lganman o'zi akajon. 2018-yildan beri shu bo'ldi aka. 3 yildan beri gapira olmaydim, yurolmay aka, yordam qiling Nasim akajon. Yaratgan Allohim sizni asrasin Nasim aka. Yuzlarga kini bo'lasiz, o'zini kasbingiz Alloh baraka bersin. Turmush o'rtog'im yurolmaydi, gapira olmaydi, hatto ovqat yeyolmay qo'lim qotib qolyapti. Kecha kunduz aka uyqu yurmayga, kechasi men shunday qilib o'zim tentak deb qo'ygan aka, uyqu yuraklar boshlab o'rgatib qo'ygan. Yordam qiling Nasim akajon, yaratgan Allohim sizni asrasin. Ko'pchilik Nasim Xolovda kuzatuvchilarning ko'pchiligi tushunmaydi. Bu opamiz 2018-yil 2 marta yurak insulti bo'lib, aka-ukalar yarim tana ishlamaydi, o'ng tomon qo'l, oyoq umuman ishlamaydi, bo'yindan pasti. Shuncha yildan beri yotibdi, mana turmush o'rtog'i qarab kelyapti. Hatto 3 yildan beri gapira olmay ham qolgan. Har kuni hozir kecha kunduzda juda ham og'ir ahvolga tushib qolgan. Ozmi ko'pmi harakat qilib mablag' yig'sak davolanib turish kerak. Agar davolanmasa og'ir holatga tushib qoladi.
Suyun aka mana shu musofirda yurgan aka-ukalarimizni va mana shu Nasim Xolovni kuzatayotgan insonlarni haqqiga bitta duo qiling, Xudo xolasa ertadan biz yana efirlarni boshlaymiz aka. Amin. Musofir yurtda yurgan akalarim, opalarim, singillarim, hammalaringizni Allohim bergan ihsonan o'z dargohiga qabul qilsin. Bizlarga bergan ming bersin, million bersin. Alloh boyliklaringizga boylik qo'shilsin. Yaratgan Allohim sizlarni asrasin. Sog' salomat bo'linglar. Hajlarga ota-onalaringizni olib borishni nasib qilsin. Nasim aka, siz ham ishlaringizni omad bilan yaratgan Allohim sizni ham asrasin. Akajon ahvolim kurutimizga yaratgan Allohim sizni asrasin. Kasblaringiz Alloh baraka bersin. Musofirdagilar boshlari amon bo'lsin. Boyliklariga Alloh boylik qo'shilsin. Kasal bo'lmasin, sog' salomat bo'lsin. Alloh amin. Allohu akbar.